Tush. Xo'p bo'ladi. Voy, keldim. Kim u? Aka, assalomu alaykum. Senim? Va alaykum assalom. Kuyov? Kelinglar. Xush kelibsiz, kuyov. Kelishdan oldin bir og'iz aytmabsizlar. Rahmat aka. Men choyga qaray. Tinchmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Kuyov, shu har safar kelganda odam hijolat qilib, shu bozorliklar qilib kelasiz. Bu safar men ovora bo'lganim yo'q. Bu safar singlingiz qildilar rozoliqni. Shunaqami? Qani nonga qaranglar. Tabriklang. Singlingiz birinchi maosh oldilar. Bu to'ydan oldin ishlamaydi, uyda o'tiradi degandingiz. Yana aka, to'g'risini aytsam, uyda o'tirib ozgina zerikdi. Bilasiz, tikuv sexim bor. Shunga ayollarga boshliq bo'lib yuribdilar. O'zim qo'limda. Begim. Rahmat. Yaxshi yuribsan singlim? Yaxshi, rahmat. Oyjon adajon yaxshimilar uyda? Mana kuyovdan eshitib xursand bo'ldim. Ishga tushyapsan-da. Akajon. Rahmat singlim. Baraka top. O'zingga ham qo'y. Yaxshi. Singlim kuyov bolamizni ishonchlarini oqlagan, yuzlarini yerga qaratmagan. Xo'p aka. Aytgancha. Aka. Bu birinchi maoshlari. Sizga. Yo'q, odam hijolat qilmang. Rahmat. Bu shart emas-ku, kuyov. Yo'q aka. Bunaqa emas. Bu pulga hammadan ko'ra siz haqlisiz. Bu sizning haqqingiz. Oling. O'qiyib, oqtaraganingiz hurmati. O'zingiz o'ylanmasdan, yemasdan, ichmasdan, kichkinagina niholdan mana shunaqa go'zal novda bo'lganlaricha bog'bonlik qilib berdingiz. Rahmat kuyov. Lekin siz erkak boshingiz bilan shaxsiy hayotingizdan kechib, sog'ligingizdan kechib mana shunaqa go'zal tarbiya qilib menga juft halol qilib berdingiz. Sizdan Alloh rozi bo'lsin aka. Ko'nglimni tog'dek ko'tardingiz. Rahmat. Rahmat singlim. O'zi kelishimning sababi boshqa narsa edi. Shunaqami? Gap bilan bu besimdan chiqibdi. Endi bu yo'g'iga aka to'yini boshlasak. Yo'q. Rahmat. Aka, kechiktirmaylik. Yo'qsiz ham sekin o'tib ketyapti. Umringizni jigaringizga bag'ishlaganingiz yetadi. O'zingiz uchun ham yashashingiz kerak. Farzandli bo'ling, oilali bo'ling. Singiz bilan kelaylik. Bir kelinni qo'lidan oshaylik, xudo xolasa. Rahmat boburjon. Xudo xohlasa baxtli bo'lasiz.